Proaktiv shaklda pensiya qanday tayyorlanadi? Bugungi kunda pensiya jamg'armasi tomonidan yoshga doir va nogironlik pensiyalari proaktiv, ya'ni fuqarolarning alohida murojaatlarsiz tayinlanmoqda. Bu nima degani? Fuqaro pensiya yoshiga to'lish munosabati bilan pensiya jamg'armasi tomonidan unga pensiya tayyorlanishi uchun tegishli vazirlik va idoralarga elektron so'rovlar yuboriladi. Bunga javob tegishli tashkilotlardan fuqarolarning ish staji, jamg'ariladigan pensiya mablag'lari uchun o'tkazilgan to'lovlar, o'qish davri, oilaga oid ma'lumotlar, ish haqi, harbiy xizmat kabi ma'lumotlar pensiya jamg'armasiga onlayn yuboriladi. Shundan so'ng pensiya jamg'armasi tomonidan fuqaroning ish staji, ish haqi, o'qish davri va boshqa ma'lumotlari asosida unga pensiya tayinlanadi hamda pensiya tayinlanganligi haqida pensionerning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. Mobil telefon raqami nomida bo'lmagan yoki telefondan foydalanmaydigan fuqarolarga ushbu xabar pochta xizmati orqali yetkaziladi. Eslatib o'tamiz, yoshga doir va nogironlik pensiyalarini tayinlashda fuqarolarning barcha ma'lumotlari tegishli vazirlik va idoralarning axborot tizimlaridan olinadi. Barcha ma'lumotlari raqamlashtirilgan fuqarolarga muammosiz proaktiv pensiya tayyorlanadi. Mehnat daftarchasidagi ma'lumotlari raqamlashtirilmagan fuqarolar hududlardagi bandlik bo'limlariga murojaat qilgan holda bepul ma'lumotlarni raqamlashtirib olishlari mumkin. Ma'lumotlari raqamlashtirilganlik holatini yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tekshirish imkoniyati mavjud. Hurmatli fuqarolar, pensiyangizga befarq bo'lmang. Unga hozirdanoq harakatni boshlang.